Bu lokatsiya haqida ortiqcha gapirib o'tirmayman. Minor masjid, JK Dubay. Do'stlar, 200 kvadrat duplex uy topib qo'ydim sizlar uchun. Yangi remont mebel texnika, marhamat, uyni tomosha qilamiz. Ketdik. Do'stlar, xonadonimizni birinchi qavatda, marhamat, pod'ezd qismiga bitta ahamiyat beringlar. Pod'ezd qismimizning o'zi salkam 200 kvadrat do'stlar. Bitta pod'ezdda, ya'ni bitta qavatda ikkita xonadon, chap qo'lda va o'ng qo'lda, marhamat, uyga kiramiz. Kiraverishimizni o'rtacha maydoni, bu yerda bizda родительский birinchi xona. Ikkinchi xona mebel shkoflargacha qo'yilgan. Bu yerda o'zini bu родительский xonamizning sanuzyoli bor. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Xonalarimizda datchiklar bor temperatura uchun. Bu yerda umumiy gostivoy sanuzyol va bizning ayollarimiz yaxshi ko'radigan katta gostivoy va kuxnya xonamiz. Bu xonamizning o'zi bir 60-70 kvadratdan katta bo'lsa kerak. Hali ishlatilmagan yangi texnikalar turibdi. Uyimizning holati 100% yaxshi. Podval qismiga tushadigan bo'lsak, tushayotganimizda, bitta bizda do'stlar ikkita xonamiz bor. Birinchi xonamizda bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, katta kinoteatr qilib foydalansa bo'ladigan xonamiz yoki bo'lmasa sport zal qilsak bo'ladi. Bitta narsaga ahamiyat berishlarni xohlardim, uyimizga ikkita kiraverish. Podvaldan ham eshik bor, ko'cha tarafdan, pod'ezddan va tepadan. Bu yerda bizani dam oladigan spa xonamiz, kichkinagina jakuzi, bu yerda bizda sauna, hammom, to'g'rirog'i hammasi ishlaydi va sanuzyoli. Menga eng yoqadigan va yoqqan xonalardan bittasi, Xudo xolisa hammaga men niyat qilgan bo'lardim, namozxona qilgan ekanlar shu uy egalari. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan Realtor Muhammad Bobur, salomat bo'linglar.